2026-yil 24-aprel. Opam sizga nisbatan bir gapim bor. Meni quloq soling deb qoldi. Nima gap opa? Gapiring. Assalomu alaykum, doktorjon, bolam yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Men bolam juda yaxshi bo'lgani uchun sizga taklif olib keldik. Arzimas. Bu pora olmaymanmi? Yo'q, pora emas. Bolam yaxshi bo'lgani uchun. Ancha o'zgargani uchun. O'zi tikarkan. O'zi tiksa olaman. Pulga olgan bo'lsa olmayman. Yo'q, pulga emas. Endi o'zi tiksa, o'zi non yopsa olyapman. Chunki hozir menga ham dushmanim ko'p. Ana shuning uchun qo'rqaman. O'zi tikarkan. Ashna deb turing. Pora demaysizlarmi? Yo'q. Pora demasin. Men bop ekan bu. Menga zo'r narsalar olib kelibsiz, opa. O'zi tikarsiz bosta. Rahmat katta. Ko'p yashaya. Bo'ldi. Ejam shunday deb qoldi, endi kiymasam bo'lmaydi. 20 yildan keyin qo'yimdagi odam sapaydi ham deyapti. Ana, mana, endi kechmayman meni. Yaxshi bo'ldimi edi? Ha, shunday deb turing. Qancha duo qilib qo'ying bo'lsa. Voy, qani. Ey Allohim. Bizda davolanib ketgan mana Behruzbek bolam sog'ayib ketibdi. Mana ayolari o'zi shaxsan tikarkan uyda tikib ketdi. Ashuncha pora demaysizlar. Mashakiga hamma yaxshi bo'lsin. Bu Behruzbek bolam bergan ehsonlari savobi buyuk bo'lsin. Bir-birimizdan ishonch qilas yo'qolmasin. Allohim o'zi qo'llasin. Endi meni majbur qildi. O'zingiz olib kelib beryapsizmi? O'zim chin dildan. Allohim chin dildan misolamiz. Allohim o'zi qo'llasin. Yana bitta kelib